chapga o'ngga qilib yuboradigan summa bo'lsa qilmang. Shahboz aka, Biz siz qo'ziqorin biznesini boshlamaslik uchun sabablarni sanab o'tdingiz. Nima tavsiyalar bergan bo'lardingiz qo'ziqorin biznesini boshlash uchun? o'zi har qanaqa biznesni boshlash uchun ham avvalo pul kerak bo'ladi. Ba'zi bir bizneslarda pul emas, tanish bilish kerak bo'ladi. Qaysidir biznesda podдержка, yordam kerak bo'ladi. Qo'ziqorin biznes boshlashda pul bilan boshlaysiz. 10 ming dollar bo'lishi shart emas. Kichkinaroq boshlang. Katta pul kerak emas. Ya'ni 2 ming, 3 ming uzog'i dollar pul bilan ham boshlasa bo'ladi. Endi bu summa ham kimga qanaqa ta'sir qiladi? Agar shu summa ham sizni agar yo'qotganingizda hayotingizni chapga o'ngga qilib yuboradigan summa bo'lsa qilmang. Ikkinchisi, bu risksiz biznes yo'q. Qo'ziqorinni uni yetishtirishga tayyorlaydigan sharoitingiz, uni yetishtirish protsessi, yetishtirgandan keyin uni terib olishi, terib olgandan keyin uni olib borib sotish. Qo'ziqorinni yetishtirish uchun pulni topdingiz, riskni ham bo'yningizga oldingiz. Eng muhimi analiz. Bozorni analizi kerak bo'ladi. Bozorni analizini o'sha 80 kun oldin qilgan bo'lishingiz kerak. Tahlil qilib bo'lib 80 kun oldin уже bo'ldi, boshlashingiz kerak qo'ziqorinni. Shu bilan qo'ziqorin biznes qarabsizki, sizni boy qilishi mumkin.